Qadrdonlar, hovliga yomg'ir yog'sa, shunaqangi suv to'planib, kach-kach, bij-bij bo'lib ketyapti. Undan tashqari saratonning issig'i, ya'ni 40 gradus, 50 gradus sizni zeriktiryapti. Bu narsani yechimi topildi. Agarda siz ham uyingizga shunaqangi shumkali naves qildiradigan bo'lsangiz, qadrdonlar, yomg'ir yog'sa ham hovlingiz qup-quruq bo'ladi. Undan tashqari issiq ham uzil-kesil o'tmaydigandan bo'ladi. Bu shumkali navesimiz birinchi fanera tashlangan, ustidan falga tashlangan, uni ustidan esa profinastil tashlangan, qalindan zo'ridan bo'ladi. Bu narsani ketyapti turgan materiali usta haqisi kelib, ustanovkasi bilan 1 kvadratini bitishi 300 ming so'm ekan. Xohlasangiz boshqacharoq variantlarda ham bor. Masalan, Lexalni variantda bo'ladigan bo'lsa, 450 ming so'mdan 700 ming so'mgacha varianti bor. Uzum tokni yaxshi ko'radigan, uzumni yaxshi ko'radigan akalarimiz xohlasa uzum tok ham qilib beraveradi. 1 kvadratini bitishi qadrdonlar ketyapti turgan material usta haqisi hamma yo'q ichida 160 ming so'mdan 190 ming so'mgacha ekan. Ko'rib turibsizlar, usta akalarimiz yana bitta Fayzli xonadonga chiroyli qilib o'rnashtirib berishibdi. Hozir video syomkamiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan bo'lyapti. Xizmatlar esa butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Agarda bozor va biznes kanaldan chiqdim desalang, chiroyli qilib narxlarni tushirib, bonuslarni qilib berishadi.